endi mana tanitib olyapmiz sekin bunaqa gap so'zlar ko'p bo'ladi. Muhimi mana shu olimpiadada ko'rsatayotgan natijalarimiz, futbolda ko'rsatayotgan natijalarimiz yangi avlodga, ota-onalarga juda katta motivatsiyada. Mana shu eng muhimi. O'zi aslida Abduqodirlarning chiqib kelishi ham undan oldingi avlodlar, masalan shu Odil Ahmedov, Temurdan oldin Mirjalol akalarning ko'rsatgan natijalar samarasida. Birin-ketin. Mana shu Abboslarning hozir bu Abboslar yana kimlargadir motivatsiya bo'ladi. Hozir Geynrix IQ'sida ulg'aydi avlod dedi. Masalan hozir maydon chetida to'p uzatib turgan 11-12 yoshar bola hozir 5 yildan keyin nima bo'lishini bilmaydi. Mana rasmi chiqib kelyapti-ku, mana shu Abduqodir degan jar stadionda to'p uzatib turgan paytlari. Bolboy bo'lgan. Bolboy bo'lgani, boshqa qilgan. O'shaning uchun Xudo xohlasa hali natijalarimiz juda